Diqqat! Aholiga tezkor xabar. Prezident neft-gaz tarmog'ida ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Shavkat Mirziyoyevga 14-aprel kuni neft-gaz tarmog'iga barqaror ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini ta'minlash va moliyaviy iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan hisobot berildi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, O'z neft gaz aksiyadorlik jamiyati tizimida joriy yilning birinchi chorak yakunlari, ikkinchi chorakdagi ustuvor vazifalar, ishlab chiqarish hamda moliyaviy ko'rsatkichlar dinamikasi ko'rib chiqilgan. Qayd etilishicha, tarmoqda qazib chiqarish hajmlarini barqarorlashtirish, yo'qotishlarni qoplash, quduqlarni ishga tushirish va tizimlash ishlari izchil olib borilmoqda. Shu bilan birga xarajatlarni ma'qullashtirish, debitor qarzdorligini qisqartirish, resurslardan foydali foydalanish hamda ayrim yo'nalishlarda bozor mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Yig'ilishda quduqlar samaradorligini oshirish va qazib chiqarishga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalasida alohida e'tibor qaratildi. Bu borada xalqaro kompaniyalar bilan muhokamalar, texnologik yechimlar o'rganilayotganligi va ularni bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish rejalashtirilganligi ta'kidlandi. Davlat rahbari 2026-yil boshidan beri 6-marta O'zbek neft-gaz faoliyati bo'yicha hisobotlar bilan tanishmoqda. Jumladan 25-mart kuni yig'ilishda 2026-2027 yillarga mo'ljallangan dasturlarning iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari yuzasidan axborot berilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.